Zokirat aka, assalomu alaykum. Assalom. Aka, gilam yuvish shoxobchasidamiz. Narxlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Palas, to'shak hammasini bir qator narxlarini aytasiz aka. Gilamimiz, palaslarimiz 10 ming so'mdan 12 ming so'mgacha. Kvadrati. To'shaklarimiz mana 35 ming so'mdan donasi. Donasi 35 ming so'mdan. Katta kichikligi bormi buni ham? Yo'q, katta kichigiga qarab 35 ming so'm. Ko'rpalarimiz bor, ko'rpalarimiz 60 ming so'm. Ammo to'shaklar mana yarqirab, chiroyli bo'lib, haligi paxta otkizib, boshqa qilib yurmaydigan shunday yudirib qo'ysa, paxta to'planib qolmaydi. Mana qanday holatda kelgan bo'lsa. Bo'ldi, men o'zim ko'rib amin bo'ldim. Adyollarimiz bor. Adyollarimiz kattasi 50 ming so'm, kichkinasi 40 ming so'm. Masofalaring, lokatsiyalaring haligi masofasi qiziq emas, Qiziq emas. Andijon viloyat bo'yicha. Andijon viloyati bo'yicha. Quva tumaniga ham masofasi yo'q. Har joyda olib kelaverasiz. Olib kelaverasizlar. Dastlabkasi ichida. Hammasini. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa qishlog'ida joylashgan gilam yuvish shoxobchasi. Xudo xolasa xizmatlaringda juda ham halol, chiroyli holatda yuvib beradi, namozlik qilib yuvadi. Men bular bilan suhbatlashganman. Qanaqa holatda yuvasizlar, halol haligi namozlik qilib yuvasizlarmi deb akamiz bilan suhbatlashganman. Bu to'g'risida barcha ma'lumotlarni aytib o'tgan. Xudo xolasa chiroyli xizmatlarni qilib beradi. Juda ham a'lo. Yarqirati bor eshityapti, yarqirati mana. Ko'rib turganlaringdek. Xudo xolasa xizmatlaringda juda ham zakatlari ko'p. Men to'shaklarga mana baho beringlar, to'shaklarda mana ranglari ochilgan. Mana ko'rsataman. To'shaklarda ranglari juda ham chiroyli ochilgan. Haligi paxta ottirib ke boshqa unaqa narsalar bo'lmaydi ekan. Xullas, mana adyollarimiz mana yuvilgan, mana ochilgan. Keyin Shuhratda yana bir narsani xalqimizga bildirib qo'yaylik. 40 kvadratdan oshiq bersa, bitta katta adyolini bepul yuvib beradi. Bonus hisobida. Gap yo'q. Keyin har 100 ta telefon qo'ng'iroq qilgan 100 ta mijozimizni bittasiga bonus qilib chegirma 30% chegirma qilib beramiz. Gap yo'q. Shunaqa gaplar, qadrdonlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Akamizni pastga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bundan tashqari divanlaringizni kir bo'lib ketgan bo'lsa, olib chiqaverasizlar. Mana shu yerda yuvishib, to'shakka o'xshab yuvishib, oppoq holatda chiroyli qilib berar ekan. Pastga nomerlar qo'yapmiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka tumanidan gapiramiz. Asaka tumanini Qoratepa qishlog'idan gapiramiz. Gilam yuvish shoxobchasidamiz. Gilamlarni yuvib, xudoyda ximchiskalab, tayyor holatda chiroyli qilib ximchiskalarini qilib, manaqa paketlarga solib, gilamlarini xudo xolasa uylaringga olib borib beradi. Dastavkalari ichida. Gilam yuvgandan keyin sirasi olib borib berishmaydi. Mana shu yerda ximchiskalarini qilib, gilamni mana ko'rib turibsizlar, yangi holatga qilishib upakovkalarga solishib mana ular yuvilgan holati shunaqa upakovkalarga solishib olib borishib berishadi. Qadrdonlar, qaytarib o'taman, manzilimiz Asaka tumani Qoratepa qishlog'ida, dastavkalari bepul, butun Andijon viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Gap yo'q. Ko'rganlaringdek yangidek qilib qo'yadi gilamlarni, yangidek. Mana shu yomon bu. Ko'rib turibsizlar, atirlarini sepib gilamga e'tibor beringlar, yangi holatda gilam qilib qo'yapti.
bozordan olsa ham bunaqa qilib paketlab bermaydi gilamni. Shunda ikkita joydan baylab, shunda jo'natib yuborishadi. Bu yerda yuvilib, xudo xolasa paketlarga solishib, yangi holatda yiqilib uylaringga olib borishib beradi. Pastga nomerlarda akalarning nomerlarini qo'yamiz. Xudo xolasa xizmatlaringda tayyor holatda. Salomat bo'ling. Bilan Shuhratbek Sobirov bittadan laklarni urib tarqatib qo'yasizlar. Jilam yuvdiraman degan odamlarga yetib boradi, xudo xolasa.